Xonanda Manzuraga kim suiqasd qilgani fosh bo'ldi. Azizlar, videoroligimizni oxirigacha ko'ring. Bu galgi videoroligimiz boshqalardan tubdan farq qiladi. Xonanda intervyularining birida jamoasiga qilingan suiqasd, jiddiy shikast yetkazilishgani va asirga olingani haqida aytib o'tgan. Bundan 20 yilcha avval to'yda jamoadagi bolalarni urmoqchi bo'lib, pichoq bilan kelib o'ldirib yubormoqchi bo'lishgan. Men ham juda duxi baland qiz edim. Otdan tushsam ham egardan tushmaganman. Ular nima degan bo'lsa, xuddi shunday javob qaytarganman. Har xil gap so'zlardan so'ng ular bizni qo'yib yuborgan. Ular bizni o'rab olishgan. Ma'murimni tepishgan edi. Bunday holatlarni eslasak ko'p chiqaveradi, deydi xonanda. Manzura ota-onasini yo'qotganidan keyin tushkunlikka tushgani va qiyin kunlarni boshdan kechirgani haqida aytib o'tgan. Ota-onamni yo'qotganman. Keyin hech narsaga qiziqishim qolmadi. Depressiyaga tushib qoldim. Bir uyda 4 kishi yashardik. Otam, onam, opam va men. Tasavvur qiling, 4 oy ichida ikkita inson vafot etsa. Otam rahmatli Yangi yil bayrami dasturxoniga qo'yiladigan olivia salati va norinni yaxshi ko'rardi. Dasturxon tuzab, oila davrasida televizor ko'rishni yaxshi ko'rardik. 2018-yilning yozida ota-onamdan ketma-ket ayrildik va Yangi yil dasturxonida Nigina opam bilan yolg'iz o'tiribmiz. Bu holat inson ruhiyatiga juda qattiq ta'sir etarkan. Hatto shunday kunlar ham bo'ldiki, uyni ta'mirlatish kerak bo'lganida shu ishni ham qilishni istamadik. Chunki uyning har burchagidan ota-onamning yuz-ko'zlari ko'rinardi. Uydagi har bir narsa ular bilan bog'liq xotiralarni eslatardi, deydi xonanda. Xonandaning doimiy yosh ko'rinishiga sabab nima? Bu savolga u quyidagicha javob berdi. Yosh ko'rinishimning birinchi siri turmushga chiqmaganim, farzand ko'rmaganim. Chunki bilaman, farzand katta qilish ham juda mashaqqatli mehnat. Shu narsa ham qaritib yuboradi. Menda bu ne'mat hozircha yo'q. Xudo xohlasa bo'ladi. Keyin kosmetologga muntazam boraman. O'zim shunaqa chiroyliman desam yolg'on bo'ladi, deydi xonanda. Manzura 2026-yilning yanvar oyida turmushga chiqayotganini kuzatuvchilariga ma'lum qildi. Bu xabar PR yoki rostligiga xonandaning o'zi oydinlik kiritdi. Bu PR emas, haqiqatdan ham turmushga chiqayapman. Bu xabarni muxlislarimga ulashdim, chunki xalq orasida turmushga chiqqanim yoki ajrashganim haqida turli gaplar yurardi. Shuning uchun ham ommaga bu haqda ma'lum qildim. Rostini aytsam, bir oy avval ham u insonni tanimasdim. Qozog'istonning Chimkentida Ahmadbek Yo'ldoshev degan juda ham taniqli va reytingi baland san'atkor bor. Shu inson bilan gaplashib qoldik. Suhbat davomida duet aytishga qaror qildik. So'ng Ahmadbek Yo'ldoshev meni Chimkentga taklif qildi. Shu bilan Chimkentga yetib keldim va bu yerda bo'lajak turmush o'rtog'im bilan tanishdim, deydi xonanda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.